Boshidan yana bir tushuntirib qo'yay endi. Так, faylni tushundilaring. Redaktirovanyeda eng asosiyisini aytib qo'yaveray boshdan. Redaktirovanyeda установкада основнойga kiramiz. Ctrl-K bosgandan keyin kiradi. Xo'sh, mana shu yerdan masshtabирование с animatsiyada птичка turadi, uni olib tashlaysizlar. U bizga kerak emas. Olib tashalgan holatda turishi kerak. Keyin включить захват рисования ham xuddi shunday. Olib tashalgan holatda turgan bo'lishi kerak. Interfaysdan o'zlaringga xohlagan interfaysni tanlab olasizlar. Qora, oq, boshqa ranglarni, kimga qaysi qulay bo'lsa. Xo'sh, mana shu yerda открыть документы va вкладках deganni ham olib tashlaysiz, bizga kerak emas. Biz mana shu siz yaxshi ishlaymiz. Xo'sh, mana shu yerda yana mana bu bo'limda istoriya действияda bu Photoshopda ishlayotgan rasmingizni orqaga qaytish nimasi? Отмена bor-ku. Nechta qaytishligi? 20 tagacha qaytadi deyapti hozir. Agar Ctrl Alt Z nimasi? O'shani kuchaytirib qo'ysangiz, yo oshirib qo'ysangiz, o'sha xohlaganingizgacha oshaveradi, lekin kompyuteringizda kuchiga ham bog'liq, sekin ishlatib yuborishi mumkin. Operativkadan ko'p joyda egallikda bu shunaqa. Bu yerda qiladigan ishlarimiz shu. Okey. Endi asosiy narsalarni bu yerda ko'rib, redaktirovaniydan keyin haligi montaj qilayotganimizni burilib ko'rib ketaveramiz. Bu yerda изображениеda, rejimda mana RGB tursin, 8 bit tursin. Biz faqat shu ikkosida ishlaymiz. Qolgani bizga kerak emas. Hop, korreksiyada bu rasmni ranglariga oid bo'lgan nimalar, operatsiyalar, ranglariga oid bo'lgan operatsiyalar yoki yorug'ligi, qorong'i, yorug', boshqa hammasi shu yerda. Hop, avtoton, avtokontrast bular avtomatik qilinadigan nimalar, o'zi kompyuterda o'zi nima qilib beradi sizga. Настройка qilib beradi. O'sha yerdan уже agar sizga yoqsa qoldirishingiz mumkin shunday qilib. Bosib ko'rasizlar-da endi bitta. Yoqsa. Razmer изображениеda bu изображениемizda уже rasmimizni o'lchami. Tepada pikselda beryapti, pastda santimetrda beryapti. Bu yerda santimetrda xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Dyumda, dyum degani 1 dyumimiz 254 santimetrga to'g'ri keladi. 2 santimetr 54 millimetrga to'g'ri keladi. Hop, protsentda deyapti, 100% turibdi. Endi buni o'zgartirmoqchi bo'lsak, agar уже keyin o'zgaraveradi. Masalan, 150 qiladigan bo'lsak, уже 50% ga hozir rasmimiz kattayadi. O'lchami kattalashdi.